katta uyatli lablar, ichkarida kichkinasi. Shilliq qavatdan tashkil topgan kichik uyatli lablar. Kattasi demak teridan tashkil topgan. Normada katta uyatli lablar kichik uyatli lablarni demak yopib turadi. Buni vazifasi kichik uyatli lablar ham oraliq sohasi, tin sohalarni yopadi. Ya'ni tashqaridan kelayotgan bakteriyalardan himoya qilish maqsadida anatomik shunaqa rivojlangan. Bu qizchada demak kichik uyatli lablar kattaroq. Endi buni norma emas deyishga ham hech kimning haqqi yo'q. Endi normada anatomiyada kattasi kichkinasini yoptirish kerak. Bu qizning naqari. Kichkina ancha hajm jihatdan katta. Endi bu nasliy bo'lishi mumkin, gormonal holatda bo'lishi mumkin. Men bunga hozir labioplastika biron narsalarni tavsiya qilmayman. Prosta hayron bo'lishi mumkin. Nega meniki boshqalarnikiga o'xshamagandir. O'shaning uchun tushuntirib o'tib ketaman. Turmushga chiqqandan keyin gormonlar o'sha joyiga kelishni boshlaydi va o'sha paytda o'zi kichrayishi mumkin. Agarda kichraymasa, senga shu narsa diskomfort bersa, keyinchalik demak bu plastikani o'tkazsang bo'ladi. Prosta hozir men bu plastikaga qarshiman bu o'zimizda, ertaga libidoga ta'sir qiladi bu narsa. Erogen zonalarga kiradi, o'shaning uchun libidoga ta'sir qiladi.